Assalomu alaykum. Hurmatli chorvador aka-ukalar. Biz hozir Toshkent tumani Ramadan nasosniga kelganmiz. Bu yerdan hozir sizlar ko'rib turganinglar Qozog'istonning qo'chqorlari, qo'zi qo'chqorlari soni 50 ta. Bundan tashqari yana 150 tasi bor. Video davomida ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Asosan qo'zi qo'chqorlar tish bizmagan, yaqinda bizganlari ham bor, yosh kattasi yo'q lekin. Bularni tirik oyog'idagi vazni eng kichkinasi ham 70 kilodan oshib 74-75 kilo. Eng oldilari, eng baquvvatlari 100 kiloni ustida bo'lgan qo'chqorlar. Sifatini ko'rib o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Bularni narxlarini 7 milliondan 10 million so'mgacha so'ralyapti. Kelib yana tepasida gaplashasizlar. Agar bir joyda olaman desanglar, xudo xolasa bonuslari ham bor. Akalar respublika bo'ylab dastavka xizmati ham bor. Bemalol aloqaga chiqasizlar, xohlasanglar yetkazib beriladi, xohlasanglar kelib tepasida savdosini kelishib baraka qilaverasizlar. Qo'ylarning sifatiga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Hat jonivor.